Yo'qib qolding, nima qilamiz sen? Osvarimda o'zing. O'zim osvoray? Hmm. O'zi 55 kiloli qiz ekansan. Lekin mana bunnichang bilan 45 kiloda 10 kilo tanang chiqadi. Nima o'ynaysan? Hamma har xil. Meni tanidingmi o'zi? Yo'q, tanimayman. Fonus yoqib, sham yoqib yuradigan zamonda yashaysan, men tanimay. Qaraman TikTok'ga, boshqasi. Televizor ko'rarsan? Televizor ko'rishga vaqtim yo'q. Jana. O'tirishlaringdan aylanib ketay. O'laydi o'zim. Bu qiz menga yoqib qol. Menga yovvoyi mushukchalar yoqib qoladi. Podpiska bosib qo'y menga jonim. Nima qilaman podpiska bosib? Bosib qo'y, o'ynab turaylik har doim. O'zali? O'ynamayman men baribir. O'ynaysan jonim. O'ynamasang ham o'ynatamiz. Nima orqangda mana qo'g'irchoqchalarni qo'yib olgansan? O'zi turadi shu yerda. Hozirgi qizlar katta narsalarga qiziqadi. Sen hali ham o'yinchoq qiziqib yur ekansan-da. O'g'lim o'yinchoqlari. Sani o'g'ling ham bormi? Voy bila, o'g'ling necha yoshda? 3 yoshda. 3 yosh? Besh yuzta odam yig'ib berding. Almatov, salom alaykum, bobo. Jivoymisiz? Подписчикingdan ko'payib ketdi. Everingda qancha odaming bor, sira bo'lmasa aytchi. 597 ta. Hech shunaqasi bo'lganmi? 100 tadan oshardi. Rekording yangilandi o'zing uchun, to'g'rimi? Everingda hozir 3000 ta odam bo'lsa, 3000 ta odam bo'lsa, bitta chiroyli raqsga tushib berasanmi? Pabratski. Yo'q. Men har kimdan ham so'ravermayman, bitta raqs ko'raylik. 3000 ta odam bo'lsa, mana erkakcha, agar bo'lsa, qiyin-ku u narsa. 3000 ta odam bo'lsa efiringda, bitta raqsga tushib berasanmi? 3000 ta odam nima qilaman men? Misol deyman, qiyin u 3000 ta odam qilish. Bunaqa blogerlarni ham, qanaqadir Instagrammerlarni ham 3000 ta odam o'tirmagan. Efiringda 3000 ta odam bo'lsa, raqsga tushib berasanmi? Kelishdingmi? Keyin aylanib ketay TikToklarda o'ynagan. Hech aylanib ketmaysan. Hech ayda prosta tak, chiroyli o'zing xohlagan muzikani qo'yaman. Kelishdingmi? Agar 3000 ta odam bo'lmasa mayli, tushayotmaysan. Yarim kechasi 3000 ta odam. Mana men shunaqa bir qobiliyatim bor, shunaqa bir xususiyatim bor. 3000 ta odam bo'lsa efiringda. Agar bo'lmasa mayli, senga bu pretenziyamiz yo'q. O'zing ko'zing bilan qarab turasan. 3000 ta odamga chiqsa efiring, raqsga tushib berasanmi? Qilolmasak yo'q mayli. O'zi mana 800 ta bo'lib ketdi hozir. Mayli qo'ysin ham. 4000 ta odam. Yo'q. Unaqa. Duh ekan bu qiz boki, bu qiz duh ekan, o'ziga ishonmay ekan. Mana o'ziga ishonmay ekan. 900 ta bo'lib ketdi. Bemalol yetadi 4000 taga. Qanday bo'lyapti u 4000 taga? Manikiga o'tkazib yuborasiz-da, keyin turasiz tomosha qilib. Bitta raqsga tushib, asalim xorazmchagami, o'zbekchagami? O'zanim, yo'qdimi? O'y asalim o'zim. Shu gaplar erib ketaman hozir. O'laman o'zim. Mendan qochib qayerga borasan jonim? Sen meni hayotim, borliq jahonim. Bo'g'zimdagi xushro'y nafassan ey yor. Sen havosan, senga zorman osmonim. Tur jonim, tur. Mana bo'ldi. Qancha bo'ldi? 1k. Xo'p, endi yarim kechasi 4000 ta odam qilish qiyin-da, 4000 ta odam bo'lsa.
Hech umringda sherni bolachasini sovg'asini olganmisan? Yo'q. Sherni bolachasini sovg'asini olishga olasan. Yoqadi mana orqangdagi sherchaga o'xshaydi. Wow deb yugurib keladi. Hech TikTokda tarixingda bo'lmagan u narsa. Ha? Endi Ha? Bitta sherni bolachasi. Chiroyli. U manaman degan TikTokerlar ololmagan u narsani, ya. Sherni bolachasi. ochsangiz shundan otavering. Bitta raqsga tushib bering, jonim. Yo'q demang. Bitta raqs ko'raylik. O'zi xohlaganingizdan ko'ramiz. Unaqa bir bemaza emas. Arabiski desangiz arabiski, turkiy desa turkiy, o'zbek desa o'zbek. Shakira bo'lsa Shakira, Pitbull bo'lsa Pitbull. Bitta sherni bolasi. Mana o sherni bolasi, mana. O. Ketdimi? Yo'q. Bitta qip-qizil Ferrari uchadi hozir efiringda. Qip-qizil Ferrari. Ha? Bitta raqs. Yo'q, qizil Ferraris. Qip-qizil Ferrari uchadi efiringda. Hisobmi? Ha? Qaysi biri yaxshi, shermi yo? Qip-qizil Ferrari sherdan 2 barobar qimmat turadi. Qip-qizil Lamborghini uchadi, Lamborghini. Hisobmi? Iltimos qilaman sen uchun mash'ala turgan insonlardan. Bitta Lamborghini iltimos qilaman. 3000 taga chiqqandan keyin o'sha sherdimi, Ferrarimi otasiz keyin. Ho'p. Keyin raqs qochib ketgan nomard. Shuncha odamni ichidasan. Hisobmi? Bizda birinchi 3000 ta odam yig'iladi. Hop. Qarab tur. Stop TikTok! Qarab tur. Bitta swap. 3000 taga ko'taraylik. Bitta swap. 3000 taga ko'taraylik. Ketdik. O tomonga swap. 2300 ta. Ko'rib turibman. 2400 ta ozgina qoldi. Qotib qolma. Shu stirlik qilmagan. 2,5 mingta qarab turibman. 2,5 mingta. 2700 ta. Bosmatilla. Qara, bir marta. Hop. Qara. 3100 ta. 3100 ta. Endi bitta shervachchacha qoldi. Bobolar 3200 ta odam bo'lib ketdi. Bitta shervachchacha o tomonda ispitanasiga qaramay. Bitta shervachchacha. Bitta kimda imkoniyati bor? Abratchiki bobolar bitta raqs ko'raylik. Bitta shu qizdan raqs ko'raylik bobolar. Havas ketdi, dil ketdi. Bitta shervachchacha. Davay, kimda bor? O tomonga. Qara, 3,5 mingta odam bo'lib ketdi efiringda. 3,5 mingta odam bo'lib ketdi. Oradan 3,5 mingta. Endi bitta shervachchacha kerak bobolar. Kim bor meni bobolarimdan? Kim bor? O tomondan bitta shervachchacha, bitta raqs ko'raylik.